yotoqxona mebellar qancha bo'lyapti? Bugun shu haqida gaplashamiz. Hoji tog'am yangi yillik chiqqan to'liq ma'lumotni birgalikda yetkazamiz. Hoji tog'a, salomatmisiz? Alaykum assalom. Keling, Bahramjon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ranglar yangilanibdi. Nima sababchi bo'ldi? Xudo xolasa bu ranglarni yangiladik. Sababi ko'p xaridorlarimiz, klientlarimiz shunga talab kuchli bo'lganligi uchun shuni talab qilishyapti. Shuning uchun bu rangga o'tdik. Cappuccino degan rangimiz bu. O'tgan yilgi bozorimiz anaqasi trend bo'lgan rang. Xudo xolasa bu yil ham trendda. Bu parda tanlamaydi, remont tanlamaydi, hammasiga uyg'unlashadigan rang. Inaki matoviy rang, bu chizilmaydigani. Xudo xolasa buni isbotini bilan ko'rsatamiz. Bu temir narsa. Hech qanaqa chizilmaydi, narsa bu. Alloh nasib qilsa, matoviy narsa bu. Shuning uchun talab kuchliroq bu yerga. Tremolarimiz jinday dizayni o'zgargan, ruchkalarda turetskiy narsa qo'yilgan. 100% PVX qilingan. Bunaqa dazmol ishlatilmaydi, bilasizlar bizning anaqamizda. Hamma yo'q vakuum. Svetiniyalar ham sohotli svetiniya, xudo xolasa. Hamma yo'q pult upravleniya bularimiz. Hoji tog'a, juda ko'pchilik so'raydi, 3,5 ga 4 xonaga tusharadimi deb. 3,5 4 xonaga yayrab tushadi. 3 ga 3,5 ga ham tushadi, xudo xolasa bular. Demakki, bu o'tirib ustivosh kiyadigan bor, ham sondiq bo'ladi. O'tirib ustivoshga sunnatga muvofiq bo'ladi. Ustiga to'liq jayka borsa, adyol ham tushib ketmaydi. Matrasamiz doimgidagi Toshkentdan keladi, Xitoy firmaniki. Alloh nasib qilsa 3 yil garantiyasi mana 100% HB. Bitta prosina solib bemalol foydalansa bo'laveradigan narsa. Materiallarimiz mo'yshiy material. Bemalol so'dara suv qilib artaveradi bu materiallarimizni. Suv shinmaydi. Tumbalar alohida ajraydi. Xudo xolasa hamma qulayligi mavjud. Shkaflar 3 ga bo'linadi. Razmeri 2,40. Har bir korpus 80 sm dan alohida ajraydi. Ayollar korpusi alohida, ko'ynak, xalat, ro'mol, sharf, tepaga sumka qo'ygan, polkalarga qilgan. Bu tomon ayollarga bo'lsa, xudo xolasa bu tomon erkaklar ustivoshi. Kostyum, shim, ko'ynak, uzun narsa erkaklar blogi alohida. Erkak kishining ustiga yaltir-yultir yopishmaydi. Ayollar ko'ynagi alohida turadi, xudo xolasa. Dazmollamagan narsa alohida. Dokumentiy pulli narsa alohida. Bu shkaflarimiz har bir korpusi 80 sm dan alohida ajraydi. Alohida ishlatsa ham bo'laveradi buni. Paypaq, ichki kiyim uyatib tursa, alohida erkak ayoldiki. Hamma yo'g'i saramzon sarishta turadi. Pastel plastina alohida. Xudosa qo'yayotgan narsamiz hamma yo'q original narsa qo'yganmiz. Alloh nasib qilsa bemalol aloqa qilinglar. Buni 7 million baho aytyapmiz. Yana mana siz kelibsiz bonus qilib Bozorbon kanalidamiz desa 6,5 millionga vodiy bo'lib dastlabki uстановка qilib beramiz. Qadrli tomoshabinlar, Andijon mebel markazi Y blok 68-do'kon. Payshanba va yakshanba kunlari Hoji tog'am o'zi bo'ladi. O'zimiz bo'lamiz. Qolgan kunlar ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqarasiz. Xohlasangiz bu trenddagi mebelimizdan ham bor. Buni ham qulay narxlarda qilib vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Biz videolarimizni Botirjon bilan davom ettiramiz. 8069 modelini tayyorlab chiqqan yotoqxona komplekti komodlari bilan to'liq ma'lumotni ustani o'zi yetkazadi. Botirjon hormang. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Barom aka, charchamayapsiz? Nechimsiz? Ma'lumotlarni yetkazamiz. Yangilik model olib chiqqanmiz. 8069 Xitoy fason. Materiali MDF 90%. Xudo xolasa mana shu komodlari bilan bonusiga mana shu bu yog'i shkafdan bu yog'ini olgan odamga mana shu komodni Chester komodni bonus qilib beramiz. Xudo xolasa narx qo'shilmagan holatda. Balandligi necha yana bo'yi qanaqa? Xo'p, bunimizni mana shu komodimiz razmeridan aytib ketaylik. Balandligi 1.10, bu yog'iga 80 joy egallaydi. 4 ta tortmadan iborat, polniy vakuum. Hamma yo'g'i mana tortmaning ichlariga ham apparat kronka bosilgan. Xo'p, bunimizni shkafimizga keladigan bo'lsa 4 ta eshikdan iborat, 3 ga bo'linadi. Uyga olib kirib olib chiqishga. Ikki tomon erkaklar, ayollar alohida kiyim aralashmagan holatda polka. O'rtasi vishilka mana. Uzun ko'ylaklarga, shim anaqa borum bosh kiyimlarga ham bor. Xo'p, bunimizni eniga 270 joy egallaydi, balandligi 2,5 metr joy egallaydi. Xudo xolasa 270 ga tushadi. Bu yog'iga keladigan bo'lsa, termosi 160 joy egallaydi, balandligi 180, 190 atrof. Ikkita eshik, 3 ta tortma. 3 ta tortmadan iborat. Ichlarigacha ichida ham polkalari bor. Apparatda PVX kronka bosilgan, tortmalari ham vakuum polniy. O'zi tortib oladiganlar. Eshiklari ham shunaqa go'zal holatda. Spalnisi necha joyga tushadi?
Xo'p, spannigimizni matrasini razmeri 220 ga, eni 170. Ofshi tushadigan joyi spanner bu chekkasidan nari chekkasiga 185 joy egallaydi. Tumbalarimiz 65 sm dan. Bu tumbalarimiz ham ichida polkalari ham bor. Mana bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Katta emas, ikkiga bo'lib qo'yganmiz. Buni vakillik. Asosiysi materiali MDF, svetinilar. Matras qanaqa? Xo'p, matrasimiz 3 yilga mana kafolatlari bor, talon qog'ozlari, yaxshi matras, 100 kg pashiga 3 yillik garantiya beramiz. Ikki tomonlama matras orqa oldi mana bemalol ishlatsa bo'laveradi. Yarim sandiq varianti. Taglari ham mana sondiq yarim. Bemalol ochib foydalansa bo'ladi. Xohlovchilar uchun mexanizmli qilib berilaveradi, kelishilgan holatda. Xohlovchilar narxiga kelishib qolsa, mexanizm qilib bera olamiz. Xo'p, necha xil rangda qilib beramiz, necha kunda tayyorlab bera olamiz? Buni oq, gold, korishneviy, yana bitta zeleniy degan bitta rangimiz bor, u ham. Va svetiniy ham shuning ichiga, naqd ichiga kiradi. 3 xil yonadi, xudo xolasa. Bemalol qo'yib olsa bo'laveradi. Bu o'zini mana tayyor. Shunday holatda qo'yiladi. Bosh tomonlari mo'shi material. Machalkada ishlangan. Xo'p, narxini necha pul beramiz? Xo'p, Bahrom aka, bunimiz vodiy bo'ylab dastavka uстановkasi bilan 11 million so'mga chiqarib beramiz. Ana shu narx ichida olgan odamga mana shu narsa bonus. Upakovkaga qancha beramiz? Upakovka ham bir xil. Shu mashinasiga yuklab orttirib beramiz. Endi voha-pohalar bo'lsa, faqat dastavka qilib bera olamiz. Jicha qo'shilib qoladi, Toshkent vohalarga qo'shilib qoladi, lekin vodiyga полный без dastavka uстановkasi ichida. 3 kunda telefon qilgandan keyin 3 kunda mebel bitadi. Mana shu 3-4 kunda bitadi. Vaziyat Endi zakasimizga qarab. Agarda ko'proq bo'lib kelsa, endi biz ham ustamiz, ulgurmay qolamiz. O'zi uy uzoq muddatga olamiz, kelishuv asosida. Lekin hozirgi kunda tayyorlari bor. Aloqaga chiqaverasiz, raqamlarni qoldirdik. Bemalol 8069 Xitoy modeliga xaridor bo'lsangiz bo'ladi, ustani o'zidan sotib olasiz.